gul osadi, qaranglar. Shunaqa ko'p solgan, egilib qolgan. Bunaqa bakalashkaga yig'ib turib, kompot qilib yeganmisizlar? Kompot qilib yegan bo'lsalaring kommentariy yozib qoldiringlar. Men hozir yoshligimda savordim. Mana gul osadi, hammasini terib olishim kerak. Jiyanlari ko'p, bir 28 ta jiyan bor. Mana shunaqa terib olsa, xudo xolasa, tayyorini ham ko'rsatib qo'yaman. Yeganlar bo'lsa, kommentariy qoldiringlar. Jiyanda qo'ying. Kudryashki. Ana ikkinchi kudryashki. Qani bitta o'ynanchi? Bu ammamni nevaralari bo'ladi. Sveji kompot. Dahshat bo'pti kompot. Aytganimda, mana uni cho'pagini uni gilosdan olasizlar. Cho'pagini uchini sagini uchliroq qilib qo'yasizlar. Maza qilib jaslar keyin. Hozir beraman kizi, xo'p? Mana shoshilishyapti. Ta'mini bilib qolishdi. Ana. Bundan bunaqa jiyanlardan hali bir 20 tasi bor uyda. Shunaqa jiyanga bo'yimiz xudo xolasa. Kimda qilib olasiz? Ne oldu da? Hoji Akbardimi?